Assalomu alaykum mujiki, sizlar yoz birdan aloqaga chiqaman. Mani bir oyga 200 million kishi ko'radi. Alhamdulillah, sizlar podishkalaringiz bilan. Men qimor reklama qilmayman deganman. Otam meni halol yedirib katta qilganda, alhamdulillah, shunaqa pulga taklif qilishyapti qimorga. Atkaz qildim. Shuni otamni savitdan olib katta bo'lganman-da, men otamdan maslahat so'ragan, otam savitini eshitamiz hozir. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Otajon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom va rahmatulloh. O'g'lim yaxshimisan? O'g'ling yaxshimi? Yaxshi ota. Qalay bo'lib Turkiyada charchamayapsizmi? Yo'q, rahmat. Maladiya qanday bo'lib? Dam olishlaring, ikromkalaring yaxshi bo'libdi. Safarlaring bilan? Bo'ladi, alhamdulillah. Musobaqaga tayyorgarlik. Siz duolaringiz bilan inshaalloh bir narsa so'ramoqchi edim. Endi siz tarbiya bergansiz, halol yedirgansiz, inshaalloh shunday oxirgacha bo'lsin. Qimor reklama taklif qilishyapti, katta pulga aytdim sizga. Yana telefon qilib, yana garochi qo'ymay yozib, ana qilishyapti, yana atkaz berdim. Siz nima deysiz? Qimor reklama qilayotganlarga, harom yeyotganlarga. Bunda edi o'g'lim, bu ham o'rgatganlar haloldan bersin deganlar. Qur'onga harom, halol degan narsa bor. Qur'onga halol degan narsa halol bo'ladi, harom deyilgan narsa harom bo'ladi qiyomatgacha. Birsini ham harom bo'ladi, 70 ta nur ketadi odamdan. Haloldan bersin. Amin. Sen boylikni quvma, boylik seni quvsin har doim o'g'lim. Shunday bo'lsin. Haloldan bersin. O'sha qurmoniga necha pul taklif qiladigan bo'lsa, Xudo xola 2 barobarini beramiz. Gap yo'q. Kerak emas. Gap yo'q, rahmat. Shuning uchun sendek o'g'lim bolalar faxrlanamiz O'zbekistonga sendek insonlar borligidan. O'zbekistondagi haqiqiy o'g'lonlar bayroq ko'taradiganlar harom ishga aralashmaydi. Qimorni umuman reklama qilma. Bir simsiz qolsa ham reklama qilma qimorda. Allohga shukr qilaylikki, ko'rib turib biza, eshitib turib biza, gapirib turib biza shuningda shukr qilaylik har doim o'g'lim. Gap yo'q, rahmat. Sizday otam borligidan ham faxrlanaman inshaalloh. Siz bos deb tursangiz inshaalloh yorib boramiz Lubboyni inshaalloh. O'zbekiston uchun bo'lsangiz. Yordam beradigan odam umuman kamerasiz, hech nimasiz shunday yordam beradi. Bilsin, Alloh uchun qil, bo'ldi. Akamsiz, ukamsiz, tog'amsiz devorish kerak emas. Gapirish kerak bo'lsa, biz ham bilamiz qanaqa gapirishni. Biz portatib o'ramiz gapirish kerak bo'lsa. Qichma bo'lsa shu xumorda reklama qilmaylik, shu sportsmenlar. Chista ko'chada qanaqa urushib ketasan-ku? Ana shunaqa sapeniy bilan urushgandan ko'ra urushmagan yaxshi. Qayerda ko'rgansiz boksyorlar shunaqa qilgan? 10 ta videosidan bitta videosini ham qo'ymaylarchi sizlar. Hech kim ko'rmaydi, hech kim ahamiyat bermaydi. O'zim ham kerak bo'lsa ofitsiantlik qilaman. Dur sekin qochib ketib boryapti. Men senga ishonganim, garov yutqizding, endi garov bor bilganingni qil. Bayroq muqaddas narsa, bu narsani qayerga bo'lsa ko'tarib kelib, dalaga ham ko'tarib chiqishyapti bular. Yaxshi narsalar bo'lib ketmaydi-da. Lekin endi pul uchun bu narsani hamma chestdan kechib olish kerak emas odam. Biz erkak kishimiz, gapirdikmi, gapimiz oxirigacha turishimiz kerak. Ichidan o'tganini o'zi biladi vayslar.